V380 ilovasiga kirib, добавить устройствоni bosamiz. Wi-Fi kamerani tanlaymiz. Ikkinchisi подключение к точке доступ. Bu yerda o'zimizga qaysi Wi-Fi ulaydigan bo'lsa, o'sha Wi-Fi tanlaymiz. Parolini yozib olishimiz kerak bo'ladi. Подключение точки доступni bosamiz, приnyat qilib yuboramiz. Bu yerda Wi-Fi kamerani o'zini antennasini qidirib topadi. Ochiq Wi-Fi bo'ladi, ustiga bosib yuboramiz. Ozgina kutib tursa, разрешить so'raydi. Segda подключаtsiyani bosib yuboramiz. Ozgina poylab turib, nazorat qilib yuborsa bo'ldi. Kutib turamiz. O'zi avtomatik ulanadi. Agar kimga qanaqadir bu savollar bo'ladigan bo'lsa, murojaat uchun telefon nomer qoldiraman. Bemalol qanaqa savolinglar bo'ladigan bo'lsa, so'rashinglar mumkin. Aktivatsiya bo'ldi. Kameraga ot qo'ygin deydi. U vajli narsa emas. Посмотретni bosib yuboramiz. Уже mana programmaga ulandi kamera. Ustiga bosib bemalol ko'rishinglar mumkin. Sizlarga videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Savolinglar bo'lsa kommentga yozinglar, javob berishga harakat qilamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.